16Y degan model. Yergaman. Hozir 17Y'si ham chiqdi mana bir xilda почти. Buni kimlarga mana hozir ko'rasiz ochganda mana Yerga o'xshab ketadi. yo bu Air'dan boshqacha ancha. Kimlarga? Buni iPhone ishlataman. Yangi olaman deydigan odamlarga buni narxi ham arzonda 16Y. $650 256 talik. Kim endi ish boshlayotgan buni ayollar ham ishlatadigan rangi bor, buni qoralari bor. Yaqinda 17Y'si mana shu 17 Pro Max bilan chiqdi. Bir xil bo'ladi u ham. Ko'rinishlari. Unisi endi $100 qimmatroq. Bizda mana shu modellari mana faqat hamma rangi bor. Endi nasiya deyapti, unaqa narsa yo'q lekin bizda faqat naqdga, katta kolичествоga. Mana qimmatga birinchi 17 Pro Max ishlatmayman deydigan odamlarga bu ham o'sha ish qiladi-ku. Endi to'g'ri syomka kamera kerak emas desa, skромный mashina olsa bo'ladi.